Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz ham pensiya haqida bo'ladi, do'stlar. Qalampir uzda shunaqa bir xabar chiqdi. Ko'pchilik bu narsani ko'rmagan bo'lsa kerak. Mana shu narsani qisqacha video davomida sizlarga o'qib eshittirmoqchiman va kelajakda pensiyaga chiqaman deb yurgan otaxonlar, onaxonlar, men sizlarga yana ham sabr tilayman. Hozirgi xabarni eshitib turib, shokka tushishlaring hech gap emas. Videoni diqqat bilan kuzatinglar. Men sizlarga o'qib beraman. Xullas, XVJ O'zbekistonda pensiya yoshini oshirishni tavsiya qiladi. Tabriklayman hammani. Xalqaro valyuta jamg'armasi XVJ O'zbekistonda amaldagi pensiya tizimini o'rta muddatli istiqbolda barqarorligini ta'minlashi va yetarli pensiyani taqdim etishi uchun isloh qilishi zarur deb hisoblaydi. Bu haqida kecha 24-iyun kuni XVJ tomonidan e'lon qilingan press relisda so'z boradi. XVJ quyidagilarni tavsiya qilmoqda: pensiyaga chiqish yoshini bosqichma-bosqich oshirish, standart badal stavkasini bosqichma-bosqich ko'tarish, ayrim tashkilot turlari uchun mo'ljallangan imtiyozli badal stavkalarini bosqichma-bosqich bekor qilish, pensiya miqdorini butun mehnat faoliyati davomida o'rtacha daromadiga asoslash, pensiyalarni avtomatik tarzda narxlar asosida indeksatsiya qilishni joriy etish, shuningdek keksalikdagi qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan har qanday ijtimoiy pensiya ehtiyoj asosida belgilanmog'i, byudjet hisobidan moliyalashtirilmog'i va boshqa ijtimoiy yordam dasturlari bilan birgalikda boshqarilmog'i lozim. Bu esa takrorlanishlarining oldini olishga xizmat qilar ekan. XVJ ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2025-yilda pensiya islohoti loyihasini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Pensiya islohoti konsepsiyasini sentyabr oyigacha 2025-yil sentyabr oyigacha sentyabr oyigacha prezidentga taqdim etish ko'zda tutilgan. Sentyabr oyi 2025-yil sentyabr oyi prezidentga taqdim etiladi. Mana shu qaror deymizmi, taklif deymizmi? Ma'lumot uchun, hozirda mamlakatda pensiya yosh erkaklar uchun 60 yosh kamida 25 yillik staj bilan, ayollar uchun 55 yosh kamida 20 yillik ish staji bilan tashkil etadi. Mana sizlarga yangilik. Endi men shu qarorni o'ylab topganlarga meni qarshi fikrim. Bizda odamlar jam unaqa ham uzoq umr ko'rmaydi. Maksimum bo'lsa bir o'rtacha 75-80 o'zi ketadi. Hozir mana erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55. Endi agar bu narsani sizlar tushunmoqchi bo'lsalaring, erkaklar uchun kami bir 65 qilasizlar-da, ayollar uchun 60 qilasizlar. Bu nima degan gap bu? Shaxsan men umuman qarshiman. Endi Alloh bizani pensiyaga yetkazsin-u. Bilmayman, shaxsan men pensiyaga chiqaman degancha bir 80 yosh qilib qo'ysalaring kerak. O'tgan safar men pensiya haqida video rolik chiqarganimda ko'rilaring. Yosh keksa otaxonlar, onaxonlar umuman rozi bo'lmadi sizlardan. Umuman sizlarga qarshi. Kommentariyni kirib o'qinglar, ko'rasizlar. O'zi bizda ish muammo. Qarib 7 million 8 million odam Yevropada, Rossiyada tirikchiligini qiladi. Sizlar kamiga sentyabr oyi prezidentimizga taqdim etmoqchi bo'lyapsizlar pensiyani uzaytirishni, ya'ni yoshga davr. Bu men umuman tushunmayman. Hurmatli yosh keksa onaxonlar, otaxonlar, sizlar nima fikr bildirasizlar mana shu narsaga? Qo'rqmasdan kommentariyaga moshni qilib, faqat so'kmasdan, qarg'amasdan o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta bu narsani hukumatimiz o'qiydi, kuzatadi, men 100% bilaman. Bemalol o'zlaringiz qarshi fikrlaring bo'lsa, bemalol kommentariyada bildirishlaring mumkin. Bu umuman bizga, O'zbekistonga bu menimcha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman men. Bizda o'zlaring bilasizlar, unaqa ish o'rinlari serob emas. Odamlarda ko'p, xalqda ko'pi, aksariyati chet elga chiqib ishlaydi.
bu nima degan gap? Men umuman bu nimalar bo'lib ketyapti? Men hayron qolyapman. Xullas, nima bo'lganda ham O'zbekistonimiz tinch, ko'z tegmasin. Biz sizlarga ishonamiz va hurmatli yosh keksa onaxonlar, otaxonlar va yaqin orada pensiyaga chiqaman deb yurgan insonlarga, men sizlarga yana ham sabr tilayman. Xudo ko'rsatmasin bu qarorda prezidentimiz tasdiqlab amalda joriy qilsa hammaga archa bayram. Sizlar bilan men Hamid har doimgidek kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Qo'ldan kelgancha masalaga tushuntira oldim degan umiddaman. Sog' bo'linglar.